Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz kompressorni PID sxemasi bilan uning seal sxemasi yoki yog' sxemasidagi PID sxemalarini o'rganamiz. Mana bu chap tomondagi rasm kompressorni PID sxemasi hisoblanadi. Qani boshlaymiz. Demak, kompressorga mana bu yerda mahsulot kelmoqda mana. Kelib ikkiga bo'linib kirmoqda. Kompressor simboli PID mana bunaqa belgilanadi. Kompressor gazni siqib bosim berib, mana bu yerdan chiqib ketyapti mana. Yuqori bosimli gaz. Mana bu yerda venti ham bor ekan mana. Endi tushuntiraman. Detalni qilib mana kelayotgan paytda e'tibor bersalaring mana bunaqa belgi bor. Mana bunaqa belgisi bo'ladi, pastda mana bunaqa rasmi ham bo'ladi. Bu kompressorning low point deyiladi, ya'ni pastki nuqta degan ma'noni anglatadi. Uning asosiy vazifasi kompressorga suyuqlik borishini oldini oladi. Ya'ni suyuqlik borib qolsa kompressorga pampash bo'ladi-da, kompressor buzilib qolishi mumkin. Demak, mana bu yerdan gaz keladida, yuqoriga harakatlanib kompressorga kiradi. Suyuqlik esa mana bu yerga o'rilib pastga yig'iladi. Asosiy operatorlar vazifasi bitta vazifasi qachonki smenani qabul qilgan paytda boradida, mana shu yerdagi zadvishka bor mana. Zadvishkani ochib, ichida yig'ilgan suyuqlik chiqarib yuboradi. Mana. Chiqib ketadi. Qachonki shovqin chiqishni boshlasa zadvishkani ochgan paytlaring bo'ldi, u suyuqlik qolmagan, gaz chiqishni boshlayapti degani, zadvishka yopiladi birdan. Endi kompressor ishga tushirish haqida gaplashamiz. Kompressor avval ishga tushishdan oldin bosim olish kerak va оборотni chiqarish kerak. Mana bu yerda mana azotga o'xshagan gazlar beriladi-da. Mana shu halqa orqali mana halqa chizaman. Kompressor mana ishga tushiriladi mana shu yashil bilan. Antipampash klapan bilan chizib qo'ydim. Teparoqda ekan, shuning uchun pastroq o'zim chizib qo'ydim. Mana shu halqa orqali mana ushbu halqa orqali bosim olinib, kompressor оборот chiqariladi. Azot orqali bosim olinadi, gaz orqali va mana bu quvur bilan bu quvurdagi bosim va mana bu yerdagi bosimlar tenglashgandan keyin sekin-sekin ishga tushiriladi. Mana ular yopilib, antipampash klapani yopilib, bu yerda gaz chiqishni boshlaydi. Umumiy vazifasini bajaradi kompressor. Bu antipampash klapan ekan. Buni yana bitta vazifasi qachonki kompressorga yetarlicha mahsulot kelmasa, uni pampajdan saqlab qolish uchun, ya'ni buzilishdan saqlab qolish uchun mana bu yerda ochilib ketadi-da, kirishga mahsulot berib, kompressorni saqlab qoladi. Mana vent endi o'sha invert qilgan paytlari chiqarib yuboriladi atmosferaga gazlar. Mana pastdagi narsalar hammasi bu seal sistemalariga kiradigan gazlar yoki low boil qismi, ya'ni vachumliklarni mo'ylovchi qismlarga kiradigan yog'lar hisoblanadi. Mana buni bu yerda o'rganamiz. Demak, bu rasmimizda ikkita qurilma ham keltirilgan, ya'ni mana bu turbina, mana bu kompressor. Mana bu belgi asosiy kirish, kompressor kirish katta truba, 2 metrli diametrli yoki 1 metrli diametr trubalar. Bunga ham xuddi shunaqa katta bug' trubalar, 1 metrli, 2 metrli diametrli trubalar tasavvur qilamiz mana ikkita sirlikka kirishdi. Buni chetdagilar mana bular belgilab qo'yganlarim bu seal sxemani trubalari yoki mana low boil deydi, ya'ni yog' trubalari. Bular diametri katta, kichik bo'ladi. 2-4 sm diametr trubalar uncha katta trubalar hisoblanmaydi. Mana bu pachumnik mana. Bu tomonda bitta pachumnik bor ekan kompressorda, mana muftaning oldida bitta pachumnik bor ekan. Mana bu yerda mufta bor. Bu yerda turbina pachumniki, mana bu turbina pachumniki. Pachumnik yuqori оборотda 9000 atrofida ishlagandan keyin qizib ketishi mumkin yoki qizib ketgandan keyin ishdan chiqishi mumkin. O'sha oldini olish uchun mana bu yerdan yog' berilyapti mana. Buni vazifasi, oilning vazifasi ikkita vazifa bajaradi. Birinchisi ishxonani yaxshilaydi, ya'ni pachumnik yaxshi ishlaydi va uni sovutib turadi va chiqib ketyapti mana. 4 ga bo'linyapti mana. O'sha oil 4 ga bo'linib kiryapti pachumnik. 4 ta pachumnik mana 4 ga bo'linib kiryapti-da, pastdan 4 ga bo'linib chiqib ketyapti mana. Kichik santimetrli diametrli trubalar hisoblanadi mana. Chiqib ketyapti, qizib ketadi. Bu yog'ni qaytadan sovutib yana berilaveradi sirkulyatsiyaga. Endi savol tug'iladi. Bu yerda yog' berilyapti pachumnikka. Mana bu yerda gaz siqilyapti-da, kompressor ichida o'rtada razor bor. Ya'ni valaynalyapti-ku. Valaynalangandan keyin, razor bo'lgandan keyin bu yerda gaz yoqqa qo'shilib ketishi mumkin yoki yog' gazga qo'shilib ketsa, yong'in chiqishi mumkin yoki ishdan chiqishi mumkin kompressor. Asosiy narsa yong'in chiqadi, portlab ketishi mumkin. O'sha oldini olish uchun seal deyiladi, ya'ni bir-biriga o'tkazmaslik uchun fazalarda seal qo'yiladi. Ishlovchi qism mana shu yerga, ya'ni mana bu yerdan mana shu yergacha silindrgacha labirint o'yilib chiqiladi. Xuddi silindr quvurni ichida labirint o'yilgan tasavvur qilasizlar. O'shanga azot beriladi-da, mana azot kelib labirintda hamda harakatlanadi, aynalar ichida tasavvur qilasizlar, harakatlanib chiqib ketadi, xuddi yo'qqa o'xshab chiqib ketadi, mana bu chiqib ketaveradi. Yuqori bosimda azot beriladi.
Azotdan keyin mana bunaqa gaz beriladi. Gaz ham ikkalasini ham diametri, quvur diametri 2 santimetr atrofida bo'ladi, 3 santimetr uncha katta bo'lmaydi. Bu gaz mana kompressor chiqishda yuqori bosimli gaz bir qismini oladida, ozrog'ini oladida, qaytarib beradi mana shu gazni mana. Bu ham sil vazifasini bajaradi. Bu yerda ham labirint bor. Ya'ni buni vazifasi azotni bu yoqqa kirib ketmasligini vazifasini bajaradi va azotga qo'shimcha zashnik bo'ladi bu. Asosiy vazifa bu yerda baribir yog'ni ichkariga kirib ketmasligi uchun, portlab ketmasligini oldini olish uchun yoki yog'ni ifloslanmasligini oldini olish uchun ichkaridagi gaz yoqqa qo'shilmasligini oldini olish uchun sil o'rnatiladi. Xuddi shunday bu tomondagi podchumnikda ham bor shunaqa sil mana gaz. Birinchi gaz bo'ladi, gazni seli bo'ladi. O'zini chiqayotgan gazni bir qismini oladida, keyin azotniki bo'ladi, keyin mana yog' quvuri mana yog'. Endi turbina haqida gapiramiz. Turbina seli boshqacharoq. Turbina ma'lumki bu bug' turbina hisoblanadi. Ya'ni bug'ni kinetik energiyasi evaziga ishlaydi mana. Demak, bug' turbinaning birinchi seli bu yerda mana podchumnik keladigan yog' bu yerda ham bor mana. Podchumnik keladigan yog' bor. Mana bu yerda azot beriladi. Bu yerda ham azot beriladi. Azot ichkaridagi yog'ni ichkariga kirmasligini vazifasini bajaradi. Azotdan keyin mana bunaqa sel qo'yiladi kichik turbada, bu bug' beriladi. Ya'ni yuqori bosimli bug' bo'ladi bu ham. Bu qayerdan olinadi? Bu bug' chiqishdan olinmaydi kompressiyaga qo'shib, chunki buni chiqishdagi bug'ni bosimi kichik bo'ladi. Chunki bu ish bajarib turbina ichida bosimni yo'qotib chiqayotgan bo'ladi. Kirishdan olinadi. Kichik kirishda ozroqgina bug' olinadi, mana bu yerga selga beriladi. Xuddi bunaqa podchumnik turbina tomonda ham xuddi shunaqa beriladi. Zislovchi qismlar vazifasi shu fazalar bir-biriga qo'shilib ketmasligi uchun, o'sha razorlar yopib qolish uchun amalga oshadi. Bu kompressor bilan turbina sillari edi. Nasos sillari ham xuddi shunaqa o'xshash bo'ladi. Nasosda faqat nima deyapti? Suv haydayotgan bo'lsa, suvni bir qismi olinadi, xuddi shunaqa beriladi. Ya'ni podchumnik bilan shu asosiy korpusning o'rtasiga beriladi.